Assalomu alaykum qadri qadrdonlarim. Sizlar bilan O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda Koreyada o'z uyida o'lik holda topilgan o'zbekistonlik qiz haqida shoshilinch xabar tarqaldi. Batafsil videoda xabardor bo'ling. Koreyada o'z uyidan o'lik holda topilgan o'zbekistonlik qiz haqida rasmiy ma'lumot berildi. Avvalroq Janubiy Koreyaga ishlash maqsadida ketgan o'zbekistonlik 26 yoshli ayol uyidan o'lik holda topilgani haqida xabar berilgan edi. U o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqida Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur holat yuzasidan O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi voqea sodir bo'lgan kundan boshlab Janubiy Koreya huquq-tartibot organlari bilan ayolning o'lim holatiga oydinlik kiritish tergov harakatlarini haqqoniy olib borishni ta'minlash maqsadida hamkorlik uchrashuvlari o'tkazib kelmoqda. Yaqinda olib borilayotgan tergov ishlari haqida aniq ma'lumotlarni taqdim etish maqsadida marhumaning onasi Feruza Alimbekova elchixona hamda mazkur davlat politsiyasi ko'magida Janubiy Koreyaga taklif etilgan. Joriy yilning 14-aprel kuni marhumaning onasi, uning advokati hamda elchixona xodimlari ishtirokida hodisa yuzasidan tergov harakatlarini olib borayotgan shahar politsiyasi mas'ullari bilan uchrashuv o'tkazilgan. Uchrashuvda Koreya politsiyasi vakillari O'zbekiston fuqarosining vafoti hamda ushbu holatning yuz berish tafsilotlari bo'yicha o'tkazilgan qo'shimcha tekshiruv tadbirlari xususida ma'lumot bergan. Koreya huquq-tartibot organlarining ma'lum qilishicha, fuqaro Nozima Kimning o'limi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov va ekspertiza natijalariga ko'ra marhumaning vafotida qotillik alomatlari aniqlanmagan. Bundan tashqari, Koreya politsiyasi tomonidan voqea sodir bo'lgan tunda yozilgan marhuma istiqomat qilgan uyning atrofidagi, shuningdek, Nozimaga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan kasalxona hamda shahardagi Sonmi shifoxonasi kameralariga muhrlangan video tasmalar hamda marhumaning onasi va uning advokatiga ma'lumot tariqasida ko'rsatilgan. Uchrashuv davomida shahardagi Koreya Milliy sud tibbiy ekspertizasi tomonidan amalga oshirilgan chuqurlashtirilgan ekspertiza natijalari ham ma'lum qilingan. Mazkur tahlil natijalariga ko'ra, fuqaro Nozima Kimda o'z joniga qasd qilish tashxisi asosida o'lim holati qayd etilgan. Shuningdek, DNK qon barmoq iz tahlillari olinganda tanasidan zaharli dori moddalari yoki ichki hamda tashqi tana qismlarida qattiq zarba ta'sirida yuzaga kelgan ko'karish holatlari aniqlanmagani bo'yicha ham ma'lumot berilgan. Koreya politsiya xodimlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan marhuma Nozima Kimga tegishli turli suratlar tergov jarayonida olinmagani va ular tarqatish Koreya qonunchiligi bo'yicha taqiqlanishini bildirgan. Uchrashuvda shahar politsiyasi vakillari hozirda tergov jarayoni davom etayotgani natijasi bo'yicha ma'lumotlar marhumaning yaqinlariga taqdim etilishini bildirgan. Mazkur holat mamlakatimiz elchixonasi tomonidan nazoratga olingan bo'lib, diplomatik vakolatxona marhumaning vafotiga oydinlik kiritish bo'yicha Koreya politsiyasi bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Shu o'rinda elchixona fuqarolarimizdan marhuma vatandoshimizning xotirasini hurmat qilishga, turli tasdiqlanmagan xato va asossiz ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirib qoladi, deyiladi vazirlik xabarida. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiyaning Belikesir viloyatidan 46 yoshli Dilafruz Cho'liyevaning jasadi topilib O'zbekistonga qaytarilgandi. Mazkur jinoyatni sodir etishda gumonlanib 4 nafar shaxs qo'lga olingan bo'lib, hozirgi vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.